Bilasizlarmi? Men o'zgarishim kerak. O'zimni o'zgartirishim kerak degan qanaqadir xavotirli tashvish bor ko'p ayollarning boshida. Bu narsa meni ham rosa qiynagan. Kelishimda mana gaplashib so'radik. Men ham o'zgaribmanmi deb. Aslida o'zgaraman deb nimalardir buzib qo'ymayapmizmikin? Nima deysiz Zilol opa? To'g'ri. Men anchadan bir kuzataman sizni, Muxtasar. O'zgargansiz. Lekin bitta narsangizni o'zgartirmagansiz, shu narsangiz yarashadi. Asliy holat. Insonni ichki tuyg'ulari bilan, ya'ni tashqi holatda balans bo'lishi kerak. Mana shu muvozanatingizni ushlaganingiz. Endi o'zimga savol berdim. Men kimman? Men kimman degan savolga ona, ayol, turmush o'rtoq, farzand degan rollarim ko'payib ketibdi, lekin aslida Zilola ekanman-da. Azizlar, oddiylikda gap ko'p. Demak, o'zimizni, aslimizni unutmaylik. Mana shular haqida biz sizlar bilan suhbatlashamiz. Aziz Termiz shahridagi ayollar. Demak, 9-dekabr soat 9:00 da boshlamoqchimiz. Suhbatimizga qo'shiling.